Endi mana bitta yomon ko'radigan narsam bor. Mana shu odamlar yozishadi. Men bunaqa bo'laman, menga lecheniya yozib yuboring. Yoki men bu diagnostikani qilyapman, mana shunga lecheniya yozib yuboring. O'zim ko'p savol beraman-da, xo'p, yozgan taqdirimda ham shu lecheniyani organizmi uchun shu narsani qabul qilarmikin doktorlar deyman-da. Mana siz ham qon ketyapti degansiz, Rigulon ichgin deyapti. Xo'p, qon to'xtatish uchun biz qatdan bilamiz, sheykangiz ham hozir yaxshi emas, qon sheykadan ketayotgan bo'lsa-chi. Ko'p keladi unaqa holatlar. Mana bitta patsient kelyapti, adenomiozni 2 yil davomida davolagan. Adenomiyoz qon ketyapti deb boravergan. Kresloga chiqarishga qancha vaqt ketadi? Hamma narsa, masalan, ginekologik muammolar sheykada qancha narsa aniqlanadi-da, ochib ko'rganimizda. Uchani masalan shuncha oy davomida davolangan, bizga kelyapti, biz ochib qaryapmiz, katta tumor bu rak. Bachadon bo'yinda rak turibdi. Adenomiyoz davolanib yurgan u shu paytgacha. O'shaning uchun mana siz ham o'sha narsani qabul qildingiz, telefonda sizga bo'ldi qon ketyapti, Rigulon ich to'xtaydi. To'xtadi ham. Lekin mana bu oyga endi Rigulondan keyin kuting, divaynoy qon ketadi. Chunki muammo bu yerda Rigulon bilan hal bo'ladigan muammo emas edi. Matka mana shunaqa holatda bu yerda adenomiyoz ketyapti sizda. Oldinlari UZI qilganingizda adenomiyoz diagnozini qo'yishganmi? Qo'yishmagan. Bizda demak